Qani mening ketmonim, mana mening ketmonim. Ketmonimni olaman, polizimga boraman. Polizimdan hosilni tez-tez terib olaman. Vo ajabo, dahshat takoy eshiklarim ochilib qolibdi. Hammasini yopib qo'ymasam, shamol kirsa mayli, qanaqadir mollar kirib olmasa bo'lgani. Stop, hosillar nimagadir pishmagan? Nimaga pishmayapti? Axir o'zi yaqinda bularni yig'ishtirib olgandim-u. Ham mayli o'smay ekan bo'lib qopti shekilli. Barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan men yana Joha. Sizlar meni yangi videoyimda albatta kanalga tez obuna bo'linglar va videoni oxirigacha kuzatinglar. Nimagadir bugun qishloqdagi hamma polizda hosil yo'q. Nimaga pishmagan? O galemni asabiga tegib qo'ydim shekilli. Asabiga tekkan, o'ziga tegib qo'ydim. Hosillar nimagadir yo'q polizlarda. Hozir janob merga aytish kerak. Bo'lmasa savollarni so'rayveradi janob mer. Assalomu alaykum janob mer. Va alaykum, ke Joha, nima gap? Xullas, yana shu stolni chappa qo'yib oldingizmi? Shu qulay ekan menga. Короче, qishloqda birorta ham polizda hosil pishmagan. Demak, nimadir kasal bo'lganmi deyman. Nima bo'lardi? Mana bu narsalarni olganda olib borib to'g'rilab chiq kasal bo'lgan bo'lsa. Mayli unda hozir hammasini yes qilamiz. Lekin nima bo'ldi ekan hosillarga? Hozir bir chekkasidan birinchi bo'lib o'zimni polizimni qilishim kerak, chunki o'zimni polizim birinchi navbatda, birinchi o'rinda turadi. Qolganlardiki bir nima bo'ladi-da, короче. Hozir nima ham uyga kirmoqchi bo'lib, uyga kirib o'tirishim shart emas. Polizimni agar axir sozlashim kerak, agar deyman, nima deyapman, gapirayotgan gapim bor. Nima deyotganimni tushunmay qolyapman o'zimdan o'zim. Ko'p gapirishda ham o'zi bo'laman, sizlar uchun shuncha gapiryapman tinmasdan turib. O'zinglar ham nimadir deylarchi, kommentariyaga yozib qoldiringlar. Sizlar ham nimadir haqida gapiringlar. Menga qanaqadir guring beringlar deydi-yu. Guring sizlarda nima deyiladi? G'iybat deyilmasa kerak, xatya. No, normali hammasini ekib chiqish kerak. Ekib chiqish kerak deb ham dorilab chiqayapman hozir. Bular to'liq dorilab vaydot nimalar deyapman. Ana endi qaytarib hosil olib chiqsam bo'ladi. Shunda bemalol soliq to'lasam ham bo'laveradi, boshqa narsa qilsam ham bo'laveradi. Xullas, janob mer yoniga boraman. Gaplashaman janob mer bilan. Qani ko'ringchi nima bo'libdi ekan deyman. Bo'ladi hosillar normal. Endi borib mana ishni qil. Endi borib mana ishni qilganda menga yangi ishlar buyurib tashlasa kerak, katta ehtimol bilan. Chunki doim shunaqa qiladi o'zi. Vobshe ko'p ish buyuradi janob mer menga. Xo'p, mana chotki tako. Endi narigi tomoniga o'tamiz. Narigi tomonga menimcha sabz eksam chiroyli turadi. O'zi kartoshka bilan sabz bor edi, boshqa narsa yo'q. Bitta kartoshka suvga o'zini otib qochib qo'ygan ekan, lekin qocha olmaydi. Baribir soliqqa ketadi u. Mana endi takoy bo'ldi, всё. Endi men oq dorilarni qolganini qayergadir ishlash kerak. Men bu polizlarga ishlataman. Bu polizni ham men sotib olgandim qaysidir jiteldan. O'shaning uchun buni ham hozir birinchi o'stirib turib, keyin hosilini olib turib, keyin janob merga borib solig'ini to'lab kelaman. Buni ham sotib olganimda narxini sizlarga aytadigan bo'lsam, buni $500 sotib oldim. Bitta mashina puliga. Sabzi ekilgan ekanda. Tak, bitta mashina puliga sotib oldim. Tak normal 2-3 martadan beri soliq to'layapman, chotki hosil beryapti. Hozir mayli buni keyin yig'ishtirib olaymikan? O'ylab ko'rish kerak. Mayli yig'ishtirib qo'ya qolay birdaniga. Keyin ikki ish qilib o'tiraman, erta kelib turib yoki boshqa vaqt kelib turib, ham bitta ishni bir kunda qilish kerak. Tamom, 2 kunga o'tkazib o'tirish bu dangasaning ishi. Dangasalar aytadi-yu, bugungi ishni ertaga qo'yma, indinga qo'y. Shunda 2 kun dam olasan deydi-yu. No, biz dangasa emasmiz. O'shaning uchun bir kun dam olsak ham yetaveradi. Xo'p. Yo'q, qanaqa bir kun dam olsak, bir kunda qilib tashlasak demoqchi edim. Gapimni noto'g'ri gapirib yuboryapman. Tilimni sepib chiqib ketib qolyapti. O'shani joylashtirib turishim kerak edi. Okey, mana chotki bo'ldi. Ana endi janob merning yoniga soliq to'lashga borishim kerak. Mana bu yerda galim uyga kirishni o'rganib olibdi, qaranglar. Oldin kirishni bilmasdi. Mana bu hosilgami, qanaqa hosil, polizgami, qaysidir polizga короче ishlatib yuborishim kerak. Voy, galim asab buzildi o'zi. Voy, men qara, men o'rganim bilan menga вообще-то bir tinlik ta'sir qilmaydi buni sen urishlaring. Hech qaysi galimda o'zi urishi menga ta'sir qilib ketib yordi. Arazladi shekilli. Yo qo'rqdim ekan mendan, yo janob merdan qo'rqdim ekan. Bilmadim. Janob mer, men soliqlarni olib keldim. Yaxshi, dorini ishlatdingmi? Deyarli ishlatdim, bir ikkita qoldi. Mana bularni qolganini o'zingizga berib qo'yayim-da. Yo'q, ishlat qolganini ham. Mayli unda qaysidir polizga ishlatib yuboraman. Xo'p. Aha. Tak, hozir nima ishlarni qilsam bo'ladi endi? Aytgancha.
To'xtanglar-da, janob mer menga bitta ish buyurgandi. U kecha buyurgandi lekin. Mahali hozir esimga tushyapti. Ana yoqda ko'ryapsizlar, mashinalar turibdi. O'sha mashinalarni, qaroch sinab ko'rgin. Bizning qishlog'imizning yo'llariga mos keladimi? Bizning qishlog'imizda yuk tashish uchun, mehmon tashish uchun olib berishganda tepadan. O'shalarni sinab ko'r, o'xshaydimi, o'xshamaydimi deb so'radi janob mer. O yerda gelik ham bor. O'sha gelikda mehmonlarni tashiymiz. Keyin mana bu katta furalarda yuk tashiymiz. O'shalarni ko'rgin. Tashishga yukni qancha ko'taradi? Chida oladimi bizning yuklarimizga dedi janob mer. O'shani sinab ko'rishim kerak hozir. Atak mana u Jigulini bilmayman nimaga berishgan. Balki qishlog'imizda qanaqadir poyga bo'lardir yoki nimadir shunga o'xshash bo'lishi mumkin. O'shaning uchun berishgan bo'lishi ham mumkin. Aynan nimaga berishganini to'g'risida bilmayman, aytishmadi. Chunki aytishganda bilgan bolalar voy what the u polizimni ustiga chiqib ketdi, lekin polizga hech narsa qilmadi. Atak mashinaga hech narsa qilmadi. U menimcha bu titilmas mashina ekan, hech joyda titmas ekan ham. Va buzgan ekan-ku. Zaynab ekan bor mana bu mashina. Zaynabning mashinasimi? Ana bor bitta kino bor edi. Sevgisi turib o'shaniki Zaynabning mashinasi shekilli. Shunaqa mashinasi bor edi. Hop, hozir bizga bitta taxta kerak. Taporimni olib kelaymikan endi kirib. Shu yetmay turgandi bor. Shunaqa muammolarni deb kundan kunga odamning asabi yo'q bo'lib ketyapti. Nahotki menda taxta bo'lmasa, taxta yo'q ekan rostdan ham. Mayli, indamayman, keyinroq qilaman. Tak, qayerdandir bitta taxtani chopish kerak-da, bor. Qayerdan qo'shni uydan chopib yuboraymikan bittani, damashini chopim bilmaydi. Hech kim ko'rmaydi. Namcha toshbag'arman. Yaxshi, mana bittasini qaytarib joyiga qo'yib ketaman. Nimacha qochib ketyapti taxtalar. Qani edi? Bu yoqqa ekan mana. Qo'yamiz, все normal. O'n digitallar nima? U galing uyiga kiryapti. Qanday kirib olgan? Eshikdan sig'masdi-yu. What the? Eshikni menimcha titib kirgan, eshik joyida turibdi. Voy, qishloqqa uyingga galim qanday kirdi? Bilmayman, shuni men ham tushunmayapman. Chiqarish kerak bu yoqdan. Buni bilmayman qanday chiqarishingni, lekin qandaydir qilib chiqar, bilmayman men. Yordam ber iltimos. Yo, men o'zi menga tashlanib turganim, urmoqchi bo'lib turgandim meni. Yomon-ku, yomon chiqmayapti. Ana endi chiqar. Ko'rdingmi, seni himoyalash kelgan u. Lekin baribir eshikdan sig'maydi. Bu qanday chiqar bilmayman, qanday kirgani meni hayron qoldiryapti. Mayli. Bir gap bo'lar, qanday kirgan bo'lsa, o'sha yoqdan chiqadi. Agar chiqa olmasa, biror yo'lni o'ylab topadi mana o'sha yitel. Tak, normalli bo'ldi. Ana endi mana bu mashinamni chekkaroq qo'yib qo'yaymikan yo tursinmikan? Tak, mayli, tursin. Yo, normalli. Chekkaroq joyga qo'yib qo'yish kerak baribir. Tak, voy, uchayapti. Bu uchar mashina ekan bu. Tak, mana shu yerda stop qilamiz. Bo'ldi. Ayda, tak. Normalli, bo'ldi. Shu yerda tura tursan. Ketib qolma, xo'pmi? Tak, motor yangi. Demak, mashina opsi yangi mashina ekan. Mana bu katta fura bor ekan bu yerda. Furani minib ko'rishimiz kerak. Buni nomi Furami yoki Kamazmi? Bilmadim. Kamaz ekan. Oldida Kamaz deb yozilgan. Buni nomi Kamaz. Tak, bu Kamazni endi asta haydab mana shu atrofga qayerqadir qo'yib qo'yishim kerak. Tak, normal. Juda ham ajoyib ekan, yuk tashishga qulay. Haydashi ham zo'r ekan, oson ekan haydashi. Mana shu mashinani janob merga aytaman, mana shu mashina qoladi qishlog'imizda, zo'r ekan deyman. Chunki juda ham tezligi ham o'rtacha, yurishi ham o'rtacha, yuk ham menimcha ko'p emas, o'rtacha sig'sa kerak, ko'p emas, kam emas. Ko'proq sig'dirish ham mumkin, sal og'irlashib qoladi, keyin yurishi sekinlashadi. Shunda o'shaning uchun ham o'rtacha ortish kerak, ko'p emas, kam emas. Tak, buni hozir mana shu yerga qoldiraymikan? Yo'q, hozir bu yerda skorsini qaranglar, oldi orqaga yurishini skors bilan boshqarar ekan, juda ham chiroyli ekan. Nima bu? Tushunmadim. Nima bo'ldi? Bo'ldi. Mana buni oldini bunaqa ochsa bo'lar ekan. Texnologiya ekan bu, qaranglar. Chotki ekan, bor. Bu yerdan mashinani boshini yechib qo'ysa, buni qaranglar. Bu sozlash uchun menimcha bunaqa qilinadi shekilli, ha? Yo, boshqa qanaqadir sabab bormikan? Qanday qaytarib joyiga qo'yib? Dahshat, bor, mashinada sotib olaman onasini, pulim ko'payib ketsa. Orqasi ham ochiladi, ichida odam ham sig'sa kerak, orqasiga qaranglar. Mol ham sig'adi, bor, hammasi sig'adi. Mana mayda mashinalarni ham solib qo'ysa bo'ladi ichiga. Yo, dahshat, Kamaz.
gap yo'q, Kamaz. Молодец, Kamaz. Sen zo'rsan, sen Kamaz. Вообще zo'rsan. Bo'ldi. Ana endi keyingi navbat Gelikka. Yo'q, Gelikdan oldin men bu Kamazni sinaymikan. Bu Gelik sinaymiz birinchi o'rinda. Gelik o'rtacha mashina, ja zo'r emas, ja yomon emas. No, Jiguliga nisbatan yaxshi, Kamazga nisbatan ham bir tomondan yaxshi, no, bir tomondan yomon. Bir tomondan yomon tomoni bu yuk ortolmasligi. Yaxshi tomoni esa qulayligi, ya'ni shaharbop mashina, odam tashish uchun qulay mashina. Kamazda odam tashib bo'lmaydi. No, bo'ladi, lekin komfort yo'q, ya'ni qulaylik yo'q. Qulaylik uchun bu Gelik baribir chiroyli. Chiroylilik bo'yicha ham Gelik baribir. Kamaz juda ham katta mashina, foydasi ham ko'p tegadi, lekin nima desam ekan, chiroyli emas. Xullas, mana shu takoy mashina Gelik. Hozir bu Gelikni boshqa joyga olib borib qo'yaymikan, yo turadimikan shu yerda. Men shu yerda tura qolsin, hozir narigi nima edi, Kamazni olib kelaman. U juda ham chiroyli. Menimcha yaxshi mashinaga o'xshayapti. No, unchalik ham udar emas-ku, lekin bo'ladi. Chidasa bo'ladi. Eshiklarni ochib qo'yish kerak, havo almashsin. Ichi sal hidlangan ekan, nimadir bilmayman. Balki eski gaz qanaqadir nimadir ish qilgandir ichida. Hozir mana bu Kamazni sinaymiz. Endi bu Kamazda ham ana unaqa bo'ynini ochadigan joyi bormikan-a? Mana bunaqa bossa ochildi-yu, nari Kamazda. Bor ekan, mana buni qaranglar. Вообще klassniy, gap yo'q. Hozir buni joyiga qaytaraman-da, keyin haydab ko'ramiz. Mana bu stuli, ya'ni nima edi? Sidenasi pastga tushib ketar ekan nimagadir. Nimaga unaqa bo'la bilmayman. Bunda yog'och tashilar ekan. Yaxshi, yog'ochlarni u yoqdan bu yoqqa olib borishga juda ham qulay. Kakras o'zi qishlog'imizda yog'och ko'p bo'ladi, tashishga Kamaz kerak edi. Bu yerda mollar ham bor ekan, mollarni ham tashisa kerak. O'rmon ichiga kirib ketdi. Yaxshi, daraxtlarning o'rtasidan ham bemalol yurar ekan bu. Bir tomondan biz uchun juda ham qulay mashina ekan. Hammasi zo'r ekan. Janob merga borib bularni aytishim kerak zo'r ekan deb. Va mana mashina ustidan ham o'tib ketar ekan, farqi yo'q, o'ta farqi yo'q ekan bu mashinaga.